Hammalaringizga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deymiz. Xo'sh, men sizlarga bugun bir qisqacha ma'lumot bermoqchi edim. Bu ko'rib turganingizdek, bu lokatsiya jami hammasi Emar quruvchi kompaniyasidan qurilgan bo'lib, Dubai Hills Estate deb nomlanadi. Ayni damda biz o'zini quruvchi kompaniyaning ofisida biz mana ko'rib turganingizdek Dubai Hills Estate'da. Xo'sh, mana bu esa Dubai Hills Mall. Plus minus bu lokatsiyaning qurilishi taxminan 2015-yilda boshlangan hisoblanadi. Xo'sh, ko'rib turganingizdek rezidenslar uchun xonadonlar ham, villalar yoki townhouselar ham mavjud. Bu yerda birinchi 2015-yilda investitsiya qilgan odamlar ko'rib turgan villalaringiz $1 million edi. Ayni damda aynan shu villalarni ikkilamchi bozorda sotib olaman desangiz $3 million. $3 million. Men nima demoqchiman bu bilan? Agar sizda haqiqatan ham potensialingiz bo'lsa va Dubai ko'chmas mulkiga investitsiya qilmoqchi bo'lsangiz, albatta sizda o'z kasbini yaxshi biladigan mutaxassis professionallarga murojaat qilishingizni so'rab qolamiz. Aynan kim bo'lishidan qat'iy nazar, aynan biz emas, yo bizning jamoamiz emas, aynan o'z kasbini mutaxassisiga, ya'ni doktoriga murojaat qilishingiz yaxshi bo'lar edi. Hammalaringizga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.